Assalomu alaykum, Ma'lumot O'z kanalining hurmatli tomoshabinlari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, chorva ishqibozlari. Biz bugun Farg'ona viloyati Rishton tumani Jalil qishlog'idamiz. Bugungi video so'mkamizda yem narxlarini chiroqli yoritib beraman. Like bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar. Bugun hafta kuniga dushanba, 20-oktyabr 2025-yil. Yangi yemlar kelgan akalar ko'rib turibsizlar. Ana kamasdan avval to'kilgan bu tomonda kunjaralar, siloslarda, zo'rlardan bor. Kepak, kunjara, shulg'a, mollarga tuzlar bor. Xullas ushbu do'konda akalar nimaiki xohlasangiz hamma narsani topishni imkoniyati bor. Mana shu chorvaga oid. Demak, like bosib qo'yasizlar akalar, kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar. Shunaqangi foydali videolar chiqarishda davom etamiz. Hozir narx-navolar bilan chiroq qilib yoritamiz. Dastlabki xizmatlari albatta bor, kelishilgan narxlarda akalar. Ekranda nomerlar bo'ladi har doimgi. Telefon qilaverasizlar. To'g'ri, chiroq qilib yaxshi narxlarda dastlabki qilib berishadi. Ma'lumot O'z kanalidan chiqib ko'ryapmiz, aloqaga chiqyapmiz desalar, xudo xolasa yengil narxlarda qilib berishadi. Hurmatli tomoshabinlar, videoroligimizni boshladik. Demak, shulg'alardan boshladik. Aka, nech pul berilyapti endi bular? Bular 3600 so'm aka. 3600 so'm. Do'konchilar foydalanishga, aloqaga chiqsa, foydalanishga arzonroq berilar ekan akalar. Hozirgi joyda 3600 so'mdan sotilyapti ekan 1 kilogrammi. Xo'p, kunjaralarga o'taylik. Kunjaralarda naval qilib to'kilgan mana. Bu qayerda kunjarasi aka? Samarqand. O'sha eng zo'r, ha? Xudo xolasa. Nech pul aka bundan? 5,5 ming so'm aka. 1 kilosi 5,5 ming so'm. Ko'proq olsa yo'lida qilib beriladi aka. Mana. Do'konchilarga arzonroq qilib beriladi aka. Do'konchilarga arzonroq qilib beriladi mana. Mana kunjaraga qaranglar akalar. Buni yegan mollar oq deyaveradi-yu. Xo'p, kunjara, Anjan kunjara bu. Anjan kunjarani ko'rsataylik. Anjan yog'li. Anjan yog'li kunjara. 5000 so'm. 5000 so'm 1 kilogrammi. 30 kilodan qoplangan. 30 kilodan qoplangan mana naval turibdi akalar. Xo'p, do'konchilar foydalanishga aloqaga chiqsa yo'lida qilib beriladi. Hurmatli tomoshabinlar, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Kepaklarni Saxovat zavodi. Nech pul uni kilosi aka? 65 ming so'm qopa. 65 ming so'm bir qopa. Xo'p, ochilgan tayyorni ko'rsataylik, bormi? Admiral muchka bor. Admiral muchkalar. Nech pul Admiral? Bir qopi 105 ming so'm. Nech kilolik? 30 kilo. 30 kilolik. Kelishib beramiz aka, optim olsa. Optin oladiganlarga albatta kami bo'ladi, hurmatli tomoshabinlar, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, hurmatli tomoshabinlar, kunjarani 1 tonna oshib olganga 5300 so'm qilib berilar ekan. Xullas yo'lida qilib beriladi. Endi do'konchilar emas, misol uchun ko'proq chorva boqadigan aka-ukalar bo'lsa ham, ko'proq olsa yo'lida qilib berilar ekan. Ko'rib turibsizlar, ko'rimlar, turli xil ko'rimlar bor mana. Tovuqlarga, jo'jalarga, qush qo'yadiganlarga hamma narsa bor mana. Ko'rimlar mana o'sha 120 ming so'm. Bu sigir sutini ko'paytiradi bu. 115 beramiz. 115 ming so'm 40 kilogramlik qilib qoplangan. 130 ming so'm. 130 ming so'm. Admiral ko'rim ekanol. 135 ming so'm. 135 ming so'm, hammasi 40 kilogramdan qilib qoplangan mana. Muchkalarimiz bor, serovullar bor. Mana 50 kilolik serovullarimiz bor. 170 ming so'm, 50 kilolik. 1 kilosi bir qop shunaqa. Bu serovul, asildon 45 kilolik 145 ming so'm. 145 ming so'm. Xo'p, bular. Bu muchkalar 95 ming so'm. 95 ming so'mdan bir qopi mana, hurmatli tomoshabinlar. Hop, davom etamiz. Keyin yangi yem keldi, makronni maydalangan, un qilingan makron. Ashlarimiz ham bor ekan. Bunda 3000 so'm kilosi ekan. 1 kilosi 3000 so'm. Ha, makron, pishgan makronni maydalangan. Mana. Ko'rimlarimiz bor. Ko'rimlar turli xilidan. Admiral kepaklar 65 ming so'mdan ekan. 65 ming so'mdan 30 kilolik, ha? 25 25 kilolik, mana. Mana shular. Elegant kepaklarimiz bor, 65 ming so'mdan ekan. Hozir kepakda eng arzoni xullas 65 ming so'm, ha? Ko'proq qimmati 65 ming. Eng qimmati 65 ming. Qimmati 65 ming so'm. Zo'r. Mana, hurmatli tomoshabinlar, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Mana bularni ko'rsatdik. Oqshoqlar bor, 2200 so'mdan. Hozir Atalaga. Mana, bular nech pul aralashmalar? 5 ming so'm jo'jalarki. Jo'jalarki 5 ming so'm ekan. Makkalar aka. Makka jo'dar makkalar 5 ming so'm, dollar makkalarimiz bor 3,5 ming so'm aka. 3,5 ming so'm mana dollar makkalar. Bug'doyni ham aytib ketaylik aka. Bug'doylar 3400 so'mdan ekan. Ko'rib turibsizlar, bu tomonda juda ham serob. Tonna oladiganlar bo'lsa, ko'proq oladiganlar bo'lsa, albatta aytilgan narxlardan tushib beriladi. Bu tomonda silos qoplash jarayoni. Xo'p, silosni ham aytib ketaylik aka. Siloslarimiz oshib qoldi, 14 ming so'm beryapti. 14 ming so'm bir qopi, donli mana. Ko'rishlaring mumkin. Tayyor qilib qoplashyapti. Dastlabkasi bor aka. Dastlabki bor. 10 kilometrgacha bepul. 10 kilometr atrofga bepul ekan, hurmatli tomoshabinlar. O'sha narxda ichida. Endi boshqa uzoqroq joylarga kelishiladi. Masofaga qarab turib, dastlabki puli qo'shiladi. Xo'p, bu tomonda endi o'g'itlar, ya'ni dorilar. Amifos bor ekan,
hamma dori bor ekan xullas. Siloska tuzlar bor ekan. Siloska tuzlar. Necha pul kilosi? 1000 so'm. Mana, ana shu holatda mana. 1000 so'm ekan 1 kilosi. Silos bosaydigan aka-ukalar bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, o'g'itlarda ham narxni aytib ketaveraylik, a? 430 ming so'm olmaliq, toza 100% garantiyasi. Mana ochig'ini. 430 ming so'm. Xo'p, bitta ko'raylik chiqani. 100% toza emas. Mana. 430 ming so'm. Super Fox. Super Fox. Toza zavod 250 ming so'm, 24% fosfori bor. 50 kilolik qop, ha? 50 kilolik. Xo'p, silitralar 155 ming so'm, Ulgurjo'ganga yo'lda qilib beriladi. yo'lda qilib beriladi. Xo'p, biladi. Mana bu tomonda endi unlarni turli xil, hamma nimadan bor. Mana Qanqa unlarimiz? 180 ming so'm, 45 kilolik. 45 kiloligi bu O'zbekiston, ha? Aha. Mana tanxonlar 180 ming so'm. 480 ming so'm, 45 kiloligi. 25 kilolik 100 ming so'm. 25 kiloligi 100 ming so'm. Bag'dod uni 45 kilolik. Aha. 175 ming so'm. Mana Bag'dod uni. Bag'dod unlari. Shuni 75 ming so'm. 175 ming so'm, mana shu yerda yetilib qolibdi. Xo'p. 45 kiloligi ekan. Xo'p, yarkolar 50 bu 25 kilolik ekan. 130 ming so'm. 130 ming so'm. Ana. Yarkolarning kattasi Kattasi 260 ming so'm. 260 ming so'm. Asldan teramiz. Asldon Seravon. 45 kiloligi necha pul? Bir yoqqa olganga 145 ming, ko'proq olganga 140 ming so'm. Ko'proq olganga 140 ming so'mdan mana. Mana shu holatda. Hech qanday aralashmasi yo'q hozir. Xo'p, juda ham yaxshi. Davom etamiz bu tomonda. Kornerlarimiz, Kornerlar. chesterlarimiz mana. 130 ming so'm. 25 kiloligi. Kattasi 100 ming so'm. Kornerimiz 25 kilolik. bu ham 100 ming so'm. Chisterdi kattasi necha pul? 260 ming so'm. 260 ming so'm. Xo'p. Munavvar 50 kilolik. Aha. 200 ming so'm. 200 ming so'm. Ana, ko'rsalaring mumkin. Oltin o'rdalar bor ekan bu tomonda. 180 ming so'm bo'lib qoldi. 180 ming so'm oltin o'rda 45 kilolik a bular. Ana. Добрый melni gulimiz bor. 225 ming so'm. 220. Bu Novoylarnikimi? Mana o'yladi. Novoylarniki ekan. 225 ming so'm. Kartochkalar necha bo'lib qoldi? Kachkalar 5 ming so'm. 5 so'zicha. So'z 3 ming. So'zi 3 ming so'm. Ana buni qarang akalar. Bozorda ham arzon do'kon ekan lekin. Xo'p, guruchlar bor ekan. Guruchlar. 4 ming so'm. 4 ming so'm. Mana 8 ming so'mlik guruchimiz. 8 ming so'm. Mana 13 ming so'mlik guruchimiz. 13 ming so'm. Lazra bular? Lazer 18 ming so'm. Lazra 18 ming so'm. Xo'p, yog'lar necha bo'lib qoldi? Yog'lar 70 ming so'm. Yog'lar 70 ming so'm. O'sha 4 kilo 200 grammlik mana. Xo'p, bundan tashqari chorva boqadigan akalar uchun mana silos bosaydigan salafanlar. Necha pul aka bular? Salafanlar 0.8 1 metri 8 ming so'm. 1 metri 8 ming so'm. Bu misol ulgurji oladigan bo'lsa, hali teplitsa yopgani ham yetadimi? Teplitsaga bo'lmaydi. Bo'lmaydi-a bular? Endi kichkina bular, ha? Xo'p, mana xullas salafanlar ham bor. Hurmatli tomoshabinlar, bemalol kelaverasizlar. Tuzlarda aytib o'tdim, mana ko'ribsiz, do'kon juda ham katta. Hamma narsani topsangiz bo'ladi. Endi dastlabkani boshida ham aytib o'tdim, dastlabki xizmati bor, 10 kilometr atrofgacha bepul mana shu narxlarda. Undan uzog'iga endi kelishiladi, masofaga qarab turib, yo'l kira haqqi qo'shilib qoladi. Ana, hurmatli tomoshabinlar, videorolikimiz shu yerda o'z nihoyasiga yetkazamiz. Ekranda har doimgina nomerlar bo'ladi, telefon qilaverasizlar. Ma'lumot o'z kanalidan chiqsalar, xudo xolasa yo'lida qilib berishadi.